Hurmatli do'stlarimiz, Bog'ot avtomarketdan navbatdagi aksiyamiz. Tan narxini 48 million so'm pulga 2006-yilda ishlab chiqarilgan koreyskiy variant Lasetti'ni qo'yib beramiz. Buningning narxdagi mashinalarni o'tirib bermaslik uchun videomizga bir like-ni bosib, bizlara obuna bo'lib qo'yish yoddan chiqmasin. Mashinani bir qator ko'ringlar. Motorlari ikkilik bo'ladi. Bu 1.8lik emas, как положено remont bo'lib taqlanib turibdi. 4 toza, top-toza yumshoq balon qo'yilgan. Metan gazlari ustanovka etilgan, tayyor holatdagi Lasetti'miz. Monitorlari qo'yilgan, chexopoliklari gezilgan, salon qismlari yomon emas. Обычный bir yo'l bersangizda bo'ldi. Tak boshqa bir ishlari yo'q. Tashqi taraflar ham chotki, kraskasini qaralgan bo'lsak, mashinamizning kraskasi ish kralosida shuning kusok kraskasi bor, plus eshigida shuning kusok bor. Polni emas, krilan polni emas. Bemalol usta bilan kelib, tekshirib ko'rib xarid etsangiz bo'ladi. Motor, kuzov hammerini narxini eslataman, 48 million so'm pul. Avtokreditdan chiqmaydi, naqd pul sotiladi va barter asosida sotiladi. Xullas, hurmatli do'stlarimiz, kim shu Lasetti 1.8 2lik motorimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, Bog'ot avtomarketga murojaat etasizlar.